Salom do'stlar, sizlarga kichkinagina ish ko'rsataman. Mana shu sahnani tegini polniy gul qilishni ko'rsatib o'taman. Sizlarga qiziq bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Ishni boshlab yuboramiz. Uning uchun mana bunaqa poke kerak bo'ladi va mana shu pokeni shu yerga qotiramiz va qotirib bo'lganimizdan keyin unga plyush barglarimizni ilib chiqamiz. Ikkita xohlasanglar, to'rtta ilib chiqasizlar va albatta ustidan 18 talik yoki 34 talik atir gullarni ilib chiqsanglar zo'r bo'ladi. Undan keyin ochiq joylarimizga pachkasi 12 talik siren barg kerak bo'ladi. Shu siren barg rosa zo'r joylarni hamma joyi bekitib, ko'p va plyushni ko'rsatishi jarayonida sizlarga ish ko'rsatib beryapman. Mana bunaqa rezultatga ega bo'lamiz. Yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yinglar.